Mana talayli xaridarımızga bugün Qo'ychistiki Gulbahor xonimga 70 ming naq pulni mana ko'rayotganinglardek elib keldik. Bugun naqlashtirib beramiz. Mushkili safarimizda biz Xotanda turayotgani 3 kun bo'ldi. Shunchalik og'ir hamda o'zimizga nisbatan shunchalik jafolarni tatgan bo'lsakmi, nurg'un qitimlab doktorxonadan oldiga borgan bo'lsakmi, kunduzi bizniki Gulbahor xonimni ziyorat qilib, kechlari jiddiy bo'limlarda turgan bo'lsakmi, yana ham bizning sizlarga bergan va'damiz bo'yicha, sizlarga bergan rostchiligimiz bo'yicha mana bugun naq maydonda topshirib beramiz. Muborak bo'lsin Gulbahor xonim. Muborak bo'lsin. Qanday bo'lsin? Muborak bo'lsin. Xush bo'ldingizmi? Hamda o'zingiz turgan oyoq ko'rdingiz. Hamda akilib, hamda balki vakolachilar sizni avar qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo kam shu bizning ko'zimiz ish ko'rgan bilan nurg'un bizni diqqat qilib kuzatayotgan nurg'un diqqat ayollarimiz bor, nurg'un xaridorlarimiz bor. Shularga rostchilikni isbotlab berayli deb biz bir kun kelib surilib ketib qoldik. Hamma ahvolni ko'rdingiz. Agar ko'nglingiz bunda bo'lib qolgan bo'lsa, biz yana bir qitim sizga to'g'ri tushuntiramiz. Yaqay xonim, varguz ko'nglimda bo'ldi. Men amaliyotni ko'rdim. Doktor tuniganmi chiqdi, ulashganmi chiqdi, buganmi yana chiqdi, jafo tortib osmas turib, chunki Xotanning havosi ancha yaxshi emas. Men amaliyotni ko'rgan rost. To'g'ri. Jafo chekdi, yana bir qatim rahmat aytaman. Şunlaşqa Viniyanın fəaliyyətinə qatnaşsan bo'ldi da'vat qilib 1% ishkilanmay qatnaşsanlar bo'ldi. Viniyanın fəaliyyətindən 100% holatda mukofot chiqdi. Ammo hammasiga naq pul deb bu yerda biz sizlarni hargiz yolg'onchilik bilan mahsulot sotmaymiz. Ammo sizlarning qo'linglardagi mahsulotning ichidan har birisidan Viniyanın eng qaltis bo'lgan yangi mahsulotlari yuqorisiga mana shunday 2 darajalik mukofotlar, 1 darajalik mukofotlar sizni saqlab turyapti. Shunlaşqa shu Viniyanın fəaliyyəti vakolachi bo'lsam bo'ldi, mush fursat setib azroq iqtisod qimmat yaratsam bo'ldi, teramni o'ngishib olsam bo'ldi, daqsab kunlarimni yo'qotsam bo'ldi da'vatgan do'stlarimiz, tezdan mushu do'yin xonni ko'ngil qilimizda ayrim xonga o'zinglarning aloqa qilish undar nomerlarini qoldirib qo'ysizlar.